3 qism. Doktorxonadan do'ronimni elib, uyga qaytib chiqqanimga xeyli kunlar bo'lib qoldi. Xiyolim har vaqt Parizat qilib ketib qoladi. Ba'zida o'ydigilarimning degan gaplarimi quloqimga kirmaydi. Hamisha uning bilan paranglashni o'ylaydim. Umi o'zidan meni qochirmasdan izlab turadi. Paranglarimizmi bora-bora ko'paymoqda edi. Rostini aytganda, keyingi oyda tezroq yana Noyaga berib, dori ilib kelgach, uning bilan ko'rishib olishga taqozo edim. Men qancha taqozo bo'lgan sari kunlar to'limi osti o'tmoqda edi. Men taqozolik bilan kutgan kunmi oxiri yetib keldi. Opam kuyinib, yana ko'p pul bilan yo'lga soldi. Noyaga beribla yana Parizatga telefon qildim. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Ha, yaxshi. O'zingiz-chi Anqar, yaxshi turdingizmi? Parizatmi yondirib so'rdi. Ha, men yaxshi. Bugun texim yaxshi bo'lib ketaman. Voy, qanday deysiz? Bugun biroq xushallik kunmi? Ha, albatta, xushallik kunim. Tep beqinga? Tug'ilgan kuningiz emas-ku? Parizat qiziqib so'rdi. Voy, yaqay topolmadingiz. Dedim men mug'ambarlarcha. Amis qanday kun? Topolmadim, deb beringchi. Parizat yilingandek so'rdi. Ko'rgim kelgan odamim bilan ko'rishgan kun. Necha kunlardan beri telefonda rasmini ko'rib yurdim. Bugun o'zini aynan ko'ray deyman. Men hozir 10suda. Siz-chi, uydimi? Voy, nim deydigan siz hamdi. 10suga kepsizda, men uyda. İçim puşup-şu, televizor ko'rib o'ltirgaydim. Ha, ajab yaxshi. Men de sizni uyda yo'q bo'lib qolmag'aydi deb ansirgandim. Uyingizning oldiga boray, chiqinga aylanib kelayli. Ma'qul. Amsa, sal turib ko'rishayli. Chaqaroq kelarsiz. Xo'p, boshliq. Shundoq deganimcha, taksidan birini to'sib, uning aholilar komiteti tarafga yurib ketdim. U necha kun avval Undidarda uyning qaysi binoda nechinchi nomerlik uy ekanligigacha tafsili deb bergan edi. Men taksidan tushibla uning uyi bor bino oldigacha berib saqlab turdim. Bir chaqda u chiqib keldi. Odatdagicha kirim qilgan edi. Chaqaroq keling desam, uchibli keldingizmi nima? Tasqabsiz-a? Uyimga mi kirib og'li? U sho'xlik qilg'inicha shundoq dedi. Nadigini, men hozir kelgandim. Sizni yo'l mangdirmay deb, uyingizning oldiga kelishim. Qo'g'lamaydigansiz? Voy, bizal. Qarangizni oyda bir ko'rgil bo'lsa, qanday qo'g'liq oldu sizni? Qanday? Nima o'rlashtirish barki? U shundoq deginicha atrofga qarab qo'yib Balkim boshqalarning ko'rib qilishidan ansirayotgan bo'lsa kerak, men uning andishini tushungandek bo'ldim. Maqsadimni ochiqla aytdim. Avval doktorxonaga berib, doramni elib bo'lib, ondan bili tomoq yegash paranglashmoqchi bo'ldik. Doramni elib chiqib, Parizatning boshlashi bilan bir tez tomoqxonaga kirdik. Oshxonada odam ko'p emas edi. Ikkimiz bo'londagi xoli joyda o'ltirdik. Tomoq buyurtib bo'lgandan keyin tuyuqsiz onondan Parizat, oila ahvolingizni bilib baqsam bo'lamdi bo'lmamdi? deb so'radim. Bundoq so'rashni xeylidan beri o'ylab kelgan edim. Nima? Turibla bundoq deb so'rab qoldingiz-ku? Parizat taajjublandi. Boshqacha o'ylab qolmang, shu bilib boqim ba. Ma'qul. So'zlab beray. Parizat shundoq deginicha g'amga cho'kdi. Uning dab berishcha dodisi o'qituvchi ekan to'q. Kichik vaqtida tugab ketgan ekan. Opisi bo'lsa palash ekan. Bir ochisi bor ekan to'q, boshqa yurtga to'y qilib ketgan ekan. Hozir uyda opisi bilan o'zi bor ekan. U gapini to'xtatib, yosh to'kishga boshladi. Uningga nima deb tasalli berishni bilmay o'tatdim. O'zimning so'ramasga tegishli savolni behuda so'rab qo'yib, uning qalb yarasini tatlab qo'yganimga o'kinmoqda edim. Uning yeniga berib o'ltirib, yeshini qog'oz bilan surtdim. Kechiring Parizat. Asli so'ramasam bo'pti-ku. Siz hamisha kulib yursangiz, hech qanday dardim yo'q. Shu qizmikin deb ekanman. Bundoq kichik turibla buncha ko'p qismatlarga yo'liqqanligingizni o'ylab boqmabdiman. Hech qisi yo'q Anqar.
Menmo sizga dardlarimni to'kib, yeniklab qolgandek bo'ldim. Zerikmay anglab berganingizga rahmat jumu. O, shundoq deguncha mo'ramga beshini qo'yib xiyolga cho'kdi. Endi qanday qilmoqchisiz? Bu qitim uydagi bu kelishmasliklar tufayli imtihon natijam tuvan chiqib qoldi. Bir necha maktabdan chaqiriq kelgan bo'lsa-mu, lekin o'qish puli xeyli yuqori ekan. U maktabda o'qishga asla qurbim yetmaydi. 9-oydan boshlab qayta o'qib, yaxshi maktablarga o'tishga tirishaman. Ko'nglimdagi maktabga o'talsam, cho'qim opamning kesilini davoltib, chaqliq o'rindiqdan qutuldiraman. Parizat dodiliq bilan savolim shundoq javob berdi. Parizatning shuncha qismatlarga uchirgan bo'lsa-mu, tushkunlashmasdan mardonlarcha aytgan so'zlari qoyilliqimni qo'zg'amay turolmaydi. Onunga texmi g'ayrat qilishni aytdim. Mehrim bilan yenikkini quchoqlab qo'ydim. Sizmi 9-oydan boshlab qayta o'qig'ili keling. Birlikda tirishib o'qayli, dedi Parizat ko'zimdan javob izlayotganday qarab. Ha, ma'qul Parizat. İmkoniyatning boricha qayta o'qig'ili kelma. Onun bilan xeyli uzun paranlashib xo'shlashdim. Parizatning kechirmishlari va keyingi nishonini anglab, onunga bo'lgan ko'z qarashim o'zgarmoqda edi. Balkim uni texmi yaxshi ko'rib qilayotgan bo'lsam kerak. Uni texmi tushunishim kerakligini his qilmoqda edim. Uyga qaytib chiqqandan keyinmi Parizat to'xtamay qayta o'qig'ili kelishni chekilab turdi. Yana menga darslarda yordam qilganligini aytdi. Menga madad berib turib